falshiviy pechati borlarni diqqatiga, pasportingizda agar falshiviy pechatingiz bo'lsa, aeroport Pulkova falshiviy pechatingiz agar pasportingizda bo'lsa, 5 tadan oshiq bo'lsa, hatman Rossiya hududida bo'lsangiz, возвращение народина, ya'ni vatanga qaytish uchun vaqtinchalik pasport возвращение народина olib uchib ketsangiz bo'ladi. Agar sizda 5 tadan oshiq falshiviy pechatingiz bo'lsa, aeroportda sizni qaytarishi mumkin. Shu sababdan kimda falshiviy pechati bor, mana shu videoni tarqatamiz aka-ukalarimizga, kimki falshiviy pechati bilan oldindan yurgan bo'lsa, yurakchani bosib qo'yamiz videomiz ko'proq tarqalishi uchun. Agar sizda O'zbekiston yo Tojikistondan kelish uchun siz Turkiyaga kirdi chiqdi qilganmisiz yo Turkiyaga ishga borib kelgan bo'lsangiz yo Turkiyaning pechati bo'lsa yoki haj umra borib qilib kelgan bo'lsangiz, pechatlar bo'lsa, shunaqa holatda Rossiyaga uchib kelsangiz bo'ladi, lekin dopros qiladi. Nima sababdan borgansan, nima maqsadda u yoqqa borgansan, shunaqa savollar beradi.